Assalomu alaykum hurmatli brifing ishtirokchilari. Bugungi brifingimiz yangi loyihalar va investitsiyalar ertangi kun uchun poydevor mavzusida bo'ladi. Men bugun chorvachilik sohasida olib borilayotgan islohotlar natijasida innovatsion loyihalar jalb etilmoqda. Bunga misol tariqasida chorvachilik xo'jaliklari hamda aholi qaramog'ida qoramollarni ro'yxatga olish, ro'yxatdan chiqarish va kuzatish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 24-avgustda chorvachilikda identifikatsiya qilish tizimi va naslchilik sohasini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ 285-sonli qarori bilan qoramollarni identifikatsiya qilish belgilangan. Ushbu tadbirlarni amalga oshirish uchun qaror bilan respublikamiz bo'yicha hayvonlarni identifikatsiya qilish, ro'yxatga olish va kuzatish tizimini joriy etishga 33 million AQSh dollari yo'naltirilgan. Butun jahon hayvonlar sog'lig'ini saqlash va himoya qilish tashkilotining yer ustidagi hayvonlar sog'lig'ini kodeksi va hayvonlarni ro'yxatga olish xalqaro qo'mitasining normalariga muvofiq O'zbekiston Respublikasida veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi hayvonlarni identifikatsiya qilish, ro'yxatga olish va kuzatish sohasidagi mas'ul organ etib belgilangan. Respublikaga veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi huzurida davlat muassasasi shaklida hayvonlarni identifikatsiya qilish, ro'yxatga olish va kuzatish markazini tashkil etildi. Identifikatsiya markazining asosiy vazifalari etib jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan boqib ko'paytiriladigan va saqlanadigan hayvonlar, jumladan uy hayvonlarini bosqichma-bosqich identifikatsiya qilish va ularning elektron hisobini yuritish tadbirlarini tashkil etadi. Brifing yakunida siz aziz xalqimizga qishloq xo'jaligi hamda uy hayvonlarini identifikatsiya qilishdan maqsad hayvonlarni o'ta xavfli, yuqumli kasalliklarga qarshi emlash, diagnostik tekshirish, aholiga sifatli chorvachilik, oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish, so'yilayotgan hayvonlarni so'yish oldidan veterinariya nazoratini kuchaytirish va boshqa veterinariya tadbirlarini boshqarish imkonini berish to'g'risida ma'lum qilaman. Qisqacha mavzum shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.